Assalomu alaykum, hurmatli gulshaydolari. Bugungi ma'lumotimiz Malachi Mili, ya'ni ona mehri, jannat guli nomlari bilan mashhur bo'lgan gulimizni parvarishi, ko'paytirilishi, qanaqa ozuqalari hammasi haqida sizlarga qisqacha ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Malachi Mili gulimizga to'g'ri keladigan ozuqalar va qaysi fasllarda oziqlantirish kerakligini hozir aytib o'taman. Bahor, yoz, kuz faslida haftasiga bir marta fosforga boy bo'lgan ozuqadan berib turasiz. Agricola, Gummi, Kimra Lucas o'sha dorilarni grammiga qarab, grammini oshirib yubormasdan to'prog'i nam holatida haftasiga bir marta oziqlantirib tursangiz bo'ladi. Bu gulimizni sug'orishda ehtiyotkorlik bilan sug'orasiz. Ortiqcha suv Malachi Mili uchun nihoyatda xavfli. Tuproq yuzida, tuvak yuzida suv ko'lgib qolsa, albatta uni to'kib tashlashingiz kerak. Tuprog'i 3 sm barmoz bilan tekshirganda quruq holatda sezsangiz, o'sha holatda suvni berishingiz kerak. Unda ham tindirilgan toza suv bilan sug'orasiz. Malachi Mili gulimizni havo namligi muhim emas. Qanaqa sharoitda, iqlimda bo'lsa ham o'saveradi. Yoz oylari, bahor oylari, kuz oylarida ochiq havoda qo'ysangiz, yanada gulingiz yaxshi bo'ladi. Agarda огородga ko'chirib ekmoqchi bo'lsangiz, gulingiz battalab, yanada ko'proq ildiz yoyib, juda ham yaxshi holatda o'sadi. Bu gulimiz tek quyoshda sevuvchan gul. Qancha quyosh nuri ko'p tushgani sayin bu gulimizni gullashi shunchalik ko'payadigan gul. Malachi Mili gullarimizga spray umuman to'g'ri kelmaydi. Bir oyda bir marta bargini, changini tozalash uchungina qo'llasangiz bo'ladi, lekin spray bu gulimizni gullashdan to'xtatib qo'yadi, g'uncha chiqarishdan to'xtatib qo'yadi. O'shaning uchun spray qilmaslikni maslahat beraman. Bu gulimizni ko'paytirish ayni bahor oyida bo'ladi. Fevral, mart, aprel oylarida kun qizib ketganda aslo ko'paytirmang. Bu gulimizni shu qalamchalaridan kesib olasiz va 2 kunga qorong'i joyga saqlaysiz. 2 kundan keyin karnavinga botirib, to'g'ridan-to'g'ri qumga yoki toriqga ekib, suv spray qilib, teplichka holatida saqlaysiz. Tuvakdan tuvakka ko'chirish har yili bahor oyida bir tuprog'ini unumdor tuproqqa yangilab qo'ysangiz bo'ladi. Unda ham ildizi ochilmagan holatida yangilaysiz. Agar gulni tuprog'ini qog'ib tashlab, ildizini o'zini ayirib olib ekadigan bo'lsangiz, bu gulimizga juda ham salbiy ta'sir qiladi, ya'ni stress oladi, tutib ketish foizi 50 ga 50 bo'lib qoladi. O'shaning uchun tuprog'i buzilmagan holda ko'chirasiz. O'zidan 2 sm katta bo'lgan tuvakni tanlasangiz yaxshi bo'ladi. Bu gulimiz oddiy tuproqlarni sevuvchan. Tuproq tarkibi qum, biya, gummis, yer tuprog'i o'sha uchalasini aralashtirib eksangiz bu gulimizga yetadi. Asmakot qo'shib yuborsangiz 6 oy davomida gulingizni o'sishi bilan ta'minlab turadi. Malachi Mili gulimiz barglarini to'kib yuborish sabablari bir qancha. Tanlangan muhitga moslasholmaganidan, suv ko'p quyib yuborganingizdan yoki o'ta chanqab ketganligi sababidan barglarini to'kib yuboradi. Qishda kuni bargini to'kib yuborishi havo namligi o'ta yuqori va sovuqotsa gul barglarini to'kib yuboradi. O'shaning uchun qishda kuni ham buni yorug' joyga, iliq joyda saqlasangiz barglari birdek yashil bo'lib turadi. Bu gulimizni gullashi yil 12 oy davomida gullaydigan gul hisoblanadi. Faqatgina buni quyosh ko'ziga tek qo'yib qo'ysangiz, tanlangan joyingiz yorug' va iliq joy bo'lsa, to'xtamasdan g'uncha chiqarib gullab kelaveradi. Bu gulimizni ko'paytirish ham oson, qiyin emas. O'sha aytib o'tganimizdek, qalamchasini kesib olib, qorong'i joyda saqlab, karnavinga botirib, qumga eksangiz tezda ildizlaydigan gul, yoki suvga botirib qo'yib ham ildizlatishingiz mumkin. Suvda ham ildizlaydi. Bu gulimizni ozig'ini vaqtida berib tursangiz, tuprog'ini unumdor tuproq bo'lsa, albatta gullaydi. Hozir ayni vaqti mart oyining oxirida огородga eksangiz, tomorqaga hovlida turuvchilar uchun judayam gulingiz shoxlab, battalab, katta bo'lib o'sib, gullashi ham ko'payib chiroyli holatga keladi.
Eslaringizda bo'lsin, bu gulimizni chirishga moyilligi ko'p, sababi o'ta ko'p suv ichib yuborganidan ildiz chirish kasalligiga chalinib qoladi. O'shaning uchun suvni albatta tuproq yuzini tekshirib ko'rgan holda berish kerak. Baragini to'kib yuborgan holatida ham qo'rqishga hojat yo'q. Bahor oyidan tek quyoshga qo'yilsa, o'z-o'zidan yana barak chiqarib, chiroyli bo'lib o'sib ketaveradi. Bu gulimizga shakl berib ham o'stirsangiz bo'ladi. Pastidan chiqqan shoxlarini kesib, ko'paytirishga olib qo'yib, tepasini zo'ntek qilib dumaloq chiroyli shakl berib o'stirsangiz ham bo'ladi. Malachiya mila gulimizni bitta yomon tarafi bor, bu zaharli o'simlik gul hisoblanadi. O'zidan chiqaradigan suyuqlik, ya'ni oppoq suti o'ta zaharli. Agar qo'lingizga tegsa, albatta buni yuvib tashlashingiz kerak. Ko'zingizni yoki labingizga yoki yuzingizga tegizib qo'ysangiz, o'sha joydan zaharlanishi mumkin. Sababi o'sha o'zidan chiqaradigan oq suyuqlik narsasi o'ta zaharli hisoblanadi. Bu gulimizni harorati qish oyida 15 gradusdan 20 gradusgacha muhit yaxshi, sharoit yaxshi bo'ladi. Sababi qishda ozmuncha gulimizga dam berishimiz kerak. O'shaning uchun qish oyida bu gul kam suv ichadi va umuman oziqa ishlatmaysiz. Malachiya mila gulimizni urug'laridan bor, har xil gullaydigan sortlaridan. Agar kim o'zi ko'paytirmoqchi bo'lsa, qiziquvchilar bo'lsa, albatta Telegram gruppamizdan aloqaga chiqsangizlar, yetkazib ham beramiz. Malachiya mila gulini oziqlantirishda albatta tuprog'i nam holatda bo'lishi kerak. To'g'ridan to'g'ri oziqani tayyorlab, suvsagan, chanqagan ildizga bersangiz, ildizlarini kuydirib tashlab, gulingizni o'ldirib qo'yishingiz mumkin. O'shaning uchun bir kun oldin yoki 2 kun oldin sug'arib qo'ygan tuprog'i nam holatda oziqani ishlating. Hurmatli gul shaydolari, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu edi. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangizlar va qanaqa gullar haqida sizga aynan ma'lumot kerak, o'shalarni ham yozib qoldirsangizlar, sizlarga yetkazib beramiz. Telegram gruppamizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar, hamma gul haqida to'liq ma'lumotni yozma ravishda joylab boryapmiz. Har xil gul urug'larimiz bor. Agar kim ekib, o'zi ko'paytirib, qiziqqanlar bo'lsa, foydalanmoqchi bo'lsa, bizga Telegram gruppamizdan aloqaga chiqsangizlar, yetkazib beramiz. Xayr, sog' omon bo'lingizlar.